Klient o'zi masterni yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Master uchun keladi. Men uchun, meni salonim uchun kelmaydi, master uchun keladi. Lekin sizlarning ishingizga yoqsa deyman, sizlarga shokolad ko'tarib keladi klient deyman. Menga emas deyman. To'g'rimi? Sizlarga atirli ko'tarib keladi klient deyman. Sizlarga podarkalar olib keladi deyman. Menga emas deyman. Lekin sizlar bitta xato qilinglar deyman. Xo'jayininglar qayerda? Meni qidiradi deyman. To'g'rimi? Master zo'r bo'lsa, hamma podarka masterga keladi. Men hali ko'rmadim birorta klient podarka ko'tarib meni oldim kelgani. Rahmat sizga. Siz mana shunaqa zo'r, top-toza salon qilib qo'ygansiz. Ishonch bilan kelamiz. Instrumentlaringizlar, hamma foydalanadigan narsalaringizlar pokiza. Rahmat sizga. Menga shokolad ko'tarib kelgan klient ko'rmadim. Lekin masterimiz 10 tadan bitta xato qilsin. Klient to'g'ri meni qidiradi. Qani xo'jayininglar, men taniyman ularni deydi. Meni qidiradi. Men sizni saloningizga sizni deb keluvdim. Men sizga ishonib keluvdim. Unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Keyin men masterlarga aytaman, "Meni ko'rdinglarmi?" deyman. Rahmat sizlarniki deyman.